va'daga bevafolik odatiy holatga kirib qoldi. Alloh kechirsin. Bu va'da, al-va'dayn, va'da bu qarz degan narsa bor. Qiyomatda javob beramiz, qarz bo'lib qoladi bu. Va'da berdikmi, bajarish kerak. Bajara olmasak, uni orqasidan o'sha nima uchun bajara olmaslikni oldindan aytib qo'yilish kerak. Bir narsaga va'da berayotganimizda uni chorasini ko'rib, va'da beraman shu ishni qilishlikka, lekin mana bunday holat bo'lsa, uzrimni qabul qiling degan narsani aytib qo'yish kerak. Lekin va'dani berib qo'yib unga xilof qilishlik yaxshi emas. Bu munofiqlikning alomati bo'lib qoladi. Omonat qilinsa xiyonat qiladi. Omonat bu juda buyuk narsa azizlar. Mana Huzayfa radhiyallohu anhuga payg'ambarimiz alayhisalom sirini omonat qildilar. Sirda aytdilar, mana shu munofiqlarda sirini aytib, aytma hech kimga dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan shu omonat bo'lib qabul qilib aytmadilar. Biz omonat deganda faqat pulni, mablag'ni tushunmasligimiz kerak. Hatto mana shu gapirayotgan gap, agar Rasulimiz alayhisalom aytadiki, siz bilan bitta odam bir narsani gaplashyapti, bu yoqdan bu yoqqa qarab qo'yib gapirsa, bilingki bu sizga omonat deydi. Chunki haligi odam shu gapini boshqasi eshitishni xohlamayaptilar. Siz uchun gapiryapti. Siz u sirni qabul qilyapsiz. U boshqaga aytib bo'lmaydi. Lekin bugun bitta odamga sir aytsangiz, 32 tishta orasidan 32 ta odamga tarqaydi. Agar birortasiga gaplashib o'tirib bir gapni gapirib ketsangiz, ehtimol e'tibor qilmaydi, lekin hech kimga aytmang, bu deganingiz bo'ldi, uni aytaver deganingiz bo'ladi. Haligi eshitgan odam ham qachoniki siz sir deganingizdan keyin aytgisi kelib ketadi. Birinchi bo'lib xotiniga aytib qo'yadi borib. Keyin undan keyin choyxonada o'tirib aytishni boshlaydi. Aytmaydiki, to'xta, bu menga omonat-ku. Bu gap menga omonat, bu sir-ku. Nimaga aytyapman? Yo'q. Ana o'sha omonatdorlik bo'lmasa, u haqiqiy komil musulmon bo'lmay qoladi sizlar.